Duo qilaylik. Parvardigor, zotingga hamd va sanolarimiz bo'lsin. Sarvari koinot hazratlariga salovat va salomlarimiz, maqtov va olqishlarimiz bo'lsin. Parvardigor, seni baytingda roza og'iz bilan katta jamoa, sen rozi bo'lgan, sen ibodatingga munosib ko'rgan, iymon amriga muvofiq hayotni o'tayotgan bu jamoa, bularni barchasini jannat ahlidan qil. Parvardigor, gunohlarimizni kechir. 11 oy xato qildik, gunoh qildik. Xatolarimizni kechir Parvardigor. Ota-onalarimizni xato gunohlarini kechir. Bizni deb qilgan xatolarni, ibodatlarida kamchiliklarga yo'l qo'yganlarni o'zing mag'firat qil. Ota-onamizni jannating bilan mukofotla. Do'zaxga giriftor qilma Parvardigor. Seni bayting sari kelgan bu jamoani har birlarini qadamlariga ajr ber. Xonadonlariga nuring, rahmating, barakoting yog'dir. Ko'targan qo'llarimizni quruq qaytarma. Sendan so'rolmayapmiz. Qalbimiz to'lgan. Kunimizni barakotli qil. Yurtimizni tinch, xalqimizni omon qil. Parvardigor, siz shuni biling. 2 rakat agar namoz o'qib qolsangiz, bilasizmi, 2 rakat namozingizning hisobi nima bo'ladi? 2 rakat namozingizni o'sha ajr savobda siz nima qilasiz? 83 yildan oshiq 2 rakat namoz o'qigan bo'lasiz. 83 yildan ko'p sajda qilgan bo'lasiz. Oshiq deyapman sizga. Bitta subhanalloh deganligingiz 83 yillikka tatiydi va ziyoda. 83 yillikka. Bir o'qigan oyat, Qur'onni o'qib qoling. Bu kechalarda Qur'on o'qib qoling. Xo'p, nima qilinadi Laylatul Qadrda deyilsa, zikri, duolar, iltijolar qilinadi. Butun solih amallar qilinadi. O'shanda bitta o'qigan oyatingiz, siz uning ajrini 83 yildan ko'p, 84 yil uni ajrini Alloh taoloning huzurida topasiz. Agar biringiz borib ota-onangizni yuziga tabassum qilib, qo'llarini o'pib, yuzingizga sursangiz, bilasizmi nima bo'ladi? Siz 84 yillik ota-onaga qilgan hurmat, ajr, savob mukofotiga ega bo'lasiz. Biringiz mana shu qadr kechalarida agar zakot bersangiz bo'ladi. Nima bo'ladi bilasizmi? Sadaqa qilsangiz, ihson chiqarsangiz faqir fuqarolarga 84 yil ihson, ajr, savobiga ega bo'lasiz. Chunki bunda amallar shunday. Laylatul qadri khayrun min alfi shahri. Qarang, nafaqat 1000 yillik, 1000 yildan ham yaxshiroq dedi Parvardigor olam. 1000 yillikdan ham yaxshiroq dedi. Va ixlos bilan va buni ajri